Bolam, endi qarigan chog'imda meni ko'chada qoldirasanmi? Ona, ko'chada qolmaymiz. Vaqtincha sotib turaylik shu uyni. Bu safar aniq yutaman, oyi. Katta tiksa, katta ko'tariladi. O'tgan safar xato qildim. Bu safar endi u xatoni qilmayman. O'rganib, tushunib oldim, yo'l yo'rig'ini bilib oldim. Ona, men sizga hali bundan zo'r uy olib beraman. Ishoning. Ilohim, uyi kuysa o'sha qimorni o'ylab topganlardi. Mana mashinangni sotding, mashinasiz qolding. Endi navbat uyga keldim men. Endi ko'chada qorizor yuramizmi bolam keyin? Mashinani sotganda ham shunaqa deganding. Mashina olaman joyiga deganding. Oyi, ishxonani pulini tikib qo'yganman. 20 mingni o'rniga qo'yib qo'ymasam bo'lmaydi. Qamalib ketaman, uni o'rniga qo'ymasam bo'lmaydi. Vaqtincha sotib turaylik shu uyni. Olib beraman boshqasini. Mayli bolam. Faqat bu oxirgisi. Bitta shartim bor. Uyni sotamiz. Hamma qarzingdan qutulasan. Boshqa qaytib qimor eshigidan qaramaysan. Qimor eshigini ochmaysan. Shundagina mayli. Rozi bo'laman. Lekin yana bir bor qimor o'ynasang, onam yo'q deb hisoblagan. Men sen uchun o'lgan bo'laman. Qilmagan bolam. O'ynamayman boshqa. Xo'p. Ishondim o'g'lim senga. Siz meni tanib turgan qimor reklama qilib turgan oilasiga harom xarij yedirayotgan itlar. Voy bilaman, mana buni qara. Bulandasidan tirikchilik ham qilib bo'lmay qoldi-ya. Mana yangi o'yin bor-ku, shuni tezroq reklama qilishimiz kerak. Reklama pulini olib qo'ygan bo'lsa, Oldin mana bu yozuv bor, kiyimlarni kiyib, odamlarning ongiga ta'sir qilardik. Hozir kiyim kiyish ham muammo bo'lib qoldi. nima qilib bo'lsa ham shu reklamani tezroq qilib olishimiz kerak-da. Odamlarni aldab siltab tezroq Telegramga qo'shib olishimiz kerak-da. Qimor keyin Telegramda rosa gullayveradi. Ya'ni og'ayning ham onlayn qimorga qattiq kirib qoldi-yu. Qaysi? Faruqchi. U mashinalarni ham tikib yuboribdi qimorga. Yo'q-a. Og'ayning hech bo'lmasa o'shani qaytarib qo'ysang bo'lardi-yu. O'lib ketmaydimi? Bizning ishimiz qimorga jalb qilish. Qolgani bilan bizning ishimiz yo'q. Ishimizni ja bo'lmasa halollab bajarayotgan ekanmiz-da, ya. Hasan! Qadaringga na'lat, nimalar qilib yuribsan sen? Mahallada bosh ko'tara olmay qoldim, bolam, bilyapsanmi shuni? Nimaga sen qimor reklama qilib yuribsan? Ha, bo'lmadi. Umidi deganing nimasi? Ana hozir mahalladagilar menga aytib o'tdi shu gapni. Endi ishimiz shu-da. Yig'ishtir ishingni. Sen nima harom xarish ishlarni qilib yuribsan, odamlarning qarg'ishini olib. Men halol mehnat qildim. Halol luqma yedirdim senga. Harom yedirganim yo'q. Bildingmi? Sen nima qilyapsan? Ha? Qimorni reklama qilib, oilaga pul olib kelmoqchisan. Menga unaqa puling kerak emas. Bilib qo'ygin shuni. Halol ishlaganingiz bilan nimaga erishdingiz? Buning davomida xatabi bitta mashina ham olganingiz yo'q. To'g'rimi? Mana men bir oy ichida xatabi jentrali bo'ldim. Meni hayotim shu endi. Sizga o'xshab bir umr kambag'al bo'lib yashashni xohlamayman. Yana Nima bo'ldi? Bugun ekanmi o'zi janoza? Bilmayman, ertalabdan beri turibman. O'z mozorda go'r qazilmayotgan ekan. Yo'q, Sovuq qotib ketdim, ertalabdan beri turibman. Hech kim ham yo'q, mana bitta o'zim og'ayni. Odamlar nimaga yo'q? O'zini osgani uchun hech kim ham kelmayapti-yu, menimcha bor. Sani shu yerda turishing shartmi? Ish qilsang bo'lardi borib. Nima deysan? Adam etdilar-da. Nima qilsa ham yoshlikdagi o'rtog'im-da. Shuncha kelib turibman-da. Kelmasam bo'lmasdi. Kecha urushib turuvding-da shu bola bilan. Galban, ana o'zini osib qo'ygan. Marras kafan gado bo'ldingmi sandim? Nima qildimmi? O iflos, butun boshli uyimni pulini tutqizib yubordim-a. Qanaqa odamsan sen o'zi? Reklama qilayotgan narsang hammasi yolg'on ekan-ku.
Plos mashinam ketdi. Butun uyimni pulini yutqizib yubordim sanlarni deb hayvonlar. Men seni qo'lingdan tortib olib kelganim yo'q. O'yinni o'zing o'ynading, to'g'rimi? Og'aynim eding-ku. Reklama qilayotgan narsa noto'g'riligini bir og'iz aytib qo'ysang bo'larmidi? Qaytarsang bo'lmasmidi? Shu hammasi yolg'onligini aytsang bo'lmasmidi? Iflos qilib. Seni ham o'ldirmaguncha qo'ymayman. Yo'q. Ha bolam, tinchlikmi? O'lgan og'aynim yana farq tushunga. Ada, tushimdachi. Axir sen o'lgansan-ku. O'zingni osgansan. To'g'ri, men o'lganman. Lekin meni o'limimga sen sababchi bo'lgansan. Endi seni ham o'ldirmaguncha qo'ymayman. Yo'q. Ada, bu bola meni tinch qo'ymayapti. Ha, seni qo'ymaydi endi o'g'lim, seni qo'ymaydi. Men senga aytuvdim, bu yo'lni oxiri yomonlik bilan tugaydi devmidim. O'sha o'rtog'ingni o'limiga sen sababchi bo'lding, bolam. Yo'q. Nimaga yo'q? Sen sababchi bo'lding. O'sha bolani o'lib ketishiga. Sen o'sha reklama qilmaganingga edi, o'sha bola o'ynamardi qimorboz. O'g'lini o'limiga chiday olmasdan onasi insul bo'lib yotibdi. Sen shundan xabaring bormi? Yana qanchasi bordir o'zini o'zi osib yorganlarda. Shu sen reklama qilayotgan qimori deb qancha yoshlar jivormay bo'lib ketgandir, bolam. Hali ham bo'lsa tavba qilgin. Bu dunyoda shunchalik bo'g'azsan, bolam. Oxirating nima bo'ladi? Oxiratingni o'ylagin, o'g'lim. Tavba qilgin, tavba qil. 1 milliondan tiksanglar 30 million ko'tarasizlar. Katta tiksanglar katta yutasizlar. Jek bo'ladi. Mayli, keyingi efirda ko'rishguncha. Ey haromxo'r. Menga gapirasizmi? Ha, senga. Nima, meni 1-2 marta harom yeganimni ko'rganmidingiz? Qimordan topilgan pul halolda o'limidi? Siz kimsiz o'zi? Nima ishingiz bor sizni? Sendagilaridan kam jorva bo'lib ketgan. Bugun o'ylasa. Nima deyapsiz? Ha o'g'lim, Og'aynim joni uzildi. senlarni tanlagan yo'lingni oqibati shu, bolam. Bunga hammasiga sen sababchisan. Bildingmi? Sen aybdorsan bunda. Shuni o'rnida sen bo'lishing ham mumkin edi. Bitta o'rtog'ing o'zini o'zi osib qo'ydi. Qabr ham uni qabul qilmadi. Buni ahvoli nima kechadi? Ko'p ishonibman, afsus o'zimga. Do'stlarimni hech ilmay ko'zimga. Armon tuz berar endi so'zimga. Insonning do'sti bor bo'lsin ekan. Yurakda orzu do'stlaring bilan, niyating ezgu do'stlaring bilan. O'g'lim, nimalar qilyapsiz, bolam? Ko'zga ziyonku bu bolajonim. Shu telefonda o'ynaganingizdan ko'ra mana bu yerga qarang, shuncha sport narsalari bor ekan. Shularni o'ynasangiz bo'lmaydimi, jon bolam? Bu yaxshi emas-ku, o'g'lim, bu telefon o'ynash. Voy, otaxon. Men navaramga dakka beryapsizmi? Ha? Dakkinichi bunga emas, uyingizdagi o'g'lingizga bering. O'g'lingizni qimor o'yna, pul tik degan maslahatlardan shu domimizni o'zidan qanchasi kafangado bo'lib ketdi. Uzr. Xudodan qo'rqmaysizlarmi? Uzr. Noinsof xudo Uzr. bexabarlar. Uzr. Bolam, seni boqqandan ko'ra it boqsam bo'lmarmidi? 70 yillik egilmagan boshimni yegding. Mahallaga yuruqsiz qilding bolam, yuruqsiz bo'ldim. Endi qanaqa yashamoqchisan?
Senga qaradi, shaytonga qaragandek qarashyapti. Sen odamlarni qimorga boshlagansan. Qancha odamlarni. Uning ichida qanchasi o'tib ketganlari qancha bo'ldi? Mana ikkitasi o'zingning o'rtoqlaring. Uni jazosi bor. Bir kun olasan sen ham olayotganingni.